Ota, bu mening g'oyam edi. Men aytgandim shunday qilishni. Sening g'oyang bu ahmoqona ish nimasi? Dedi taajjublangan ota. Hayo otasiga o'qrayib qaradi. Ozroq pul berib, bechora hol qo'shnilarimiz qalbiga surur kirgizmoqchi edim. Otasi qovog'ini soldi. Bu ishing bilan ularni g'ururini yerga uribsan. Hayo masxaromiz ohangda dedi. Tagi zoti past odamlarni yerga urib bo'larkanmi? Qizning odobsizlarcha aytgan gapini eshitgan ota darhol o'rnidan turib, unga tarsaki tushirdi va g'azab bilan yana bir bor mahallamiz aholisi haqida shunaqa gapirganingni eshitsam, haqiqiy g'azabim qandayligini o'shanda ko'rasan, dedi. Hayo o'rnidan turib otasiga baqira boshladi. Bilaman, siz meni yaxshi ko'rmaysiz. Shuning uchun doimo menga nafratingizni sochishga qulay payt poylab yurasiz. Uring. Ko'proq uring. Axir meni urganingizda mazza qilasiz-ku, uring. Ota qiziga yana tarsaki tushirmoqchi bo'lganida Halima jon holatda otani qo'lini mahkam ushlab oldi. So'ngra uni o'pib, yig'lagan holda o'tina boshladi. Iltimos xojam, o'tinaman. Kichik xonimni kechiring. Ota qizning yosh to'la ko'zlariga g'azab bilan biroz tikilib qoldi. Keyin qo'lini tushirib, Halima, kulchalardagi pullarni olib tashla, dedi. Halima xojasining qo'lini qo'yib yubordi. So'ng yig'lagan holda savatni oshxonaga olib ketdi. To'xta, Halima, dedi Hayoning yosh va g'azab to'la ko'zlariga tikilib turgan otasi. Halima to'xtab ortiga o'girildi va xojasiga qaradi. Uning ko'zlaridagi yosh esa savatdagi yopib turgan qizil matoga to'kilishga davom etardi. Kulchalardan pullarni o'zi olsin. Halima qo'rquv aralash ovozda, buni o'zim bajarsam yaxshimidi, xojam, dedi. Hamon g'azab bilan Hayoga qarab turgan ota Halimaga jim bo'l degan ishora qildi. Hayo zarda qilib jahl bilan Halimaning oldiga bordi va qo'lidan savatni yulib olib yuqori qavatga xonasi tomon ketdi. Yuqoriga ko'tarilgan qizini kuzatib turgan ota Halimaga erta saharda soqchilarsiz faqat ikkingiz tashqariga chiqib qo'shnilarga kulchalarni tarqatib chiqasiz, dedi. Xojam, buyruqlaringizni muhokama qilishga haddim sig'maydi. Lekin Hayo xonim hali juda yosh. Qandaydir xavf yuziga kelib qolsa, xonimni himoya qila olmay qolaman. Xojasi kursiga o'tirayotib, hasrat bilan, qanaqa xavf, Halima? Men shu ko'chada o'sib ulg'ayganman. Mahalla ahli hayotimda uchratgan eng yaxshi insonlardir. Aynan shu tufayli bu yerga ko'chib keldik. Qizim oddiy, sodda odamlar qurshovida yashasa, hayotning ma'nosini tushunib yetadi deb hisobladim, dedi. Hayo xonim juda kirishimli qiz. Avvalgi mahallamizda xonimning dugonalar rosa ko'p edi. O'sha do'stlikning bari ma'no maqsadsiz, sohiblari kabi behuda edi, dedi xojasi tamakini trubkaga qo'yarkan. Halima indamasdan boshini quyi soldi. Xojasi cho'ntagini titkilab, qizim onasini jajji paytida erta yo'qotdi. Shuning uchun u hali hayot saboqlarini bilmaydi, dedi. Cho'ntagidan trubkasini yoqishga yaraydigan buyum qidirayotganini ko'rgan eshik oldidagi soqchilardan biri tezda xo'jayinning yoniga yetib keldi. So'ng tillarang yondirgichini cho'ntagidan olib yoqmoqchi bo'ldi. Lekin undan bir necha uchqundan boshqa narsa chiqmadi. Xo'jayin cho'ntagidagi gugurt qutisini oldi va uni chaqdi. Ba'zi narsalar eski bo'lsa ham seni uyaltirmaydi, dedi tabassum bilan. Soqchi biroz asabiylashgan holda yondirgichni cho'ntagiga qaytarib soldi. Shunday xo'jayin, eski narsalar o'zgacha bo'ladi.
Gugurt yondirgichdan ko'ra eskiroq deb kim aytdi senga? Dedi xo'jayin soqchining yuziga tamaki tutunini puflab. Soqchi xavotirlanib so'radi. Nimani nazarda tutyapsiz, xo'jayin? Xo'jayin oyog'ini chalishtirib, qo'riqchiga joyingga qayt degandek imo qildi. Halima egik bosh bilan Xo'jam, Hayo xonimning oldilariga bormoqchi edim. Menga biron buyrug'ingiz bormi? dedi. Xo'jayin ro'parasidagi boqqa qaragan katta derazaga tikilgan holda yo'q. Lekin senga bergan buyrug'imni unutma. Ertaga ikkingiz birgalikda kulchalarni mahalla ahliga tarqatib chiqasizlar. Hayo ularni o'z qo'llari bilan topshirishi kerak, dedi. Buyrug'ingiz bosh ustiga. Unga ayt. Agar kimnidir kamsitganini yoki isnod keltiradigan biror ish qilganini eshitsam, keskin jazolayman. Halima ortiga ehtiyotkorlik bilan bir necha qadam tashlab, xavotir olmang, Xo'jam. Xudo xohlasa, tabingizni xira qiladigan biror ish sodir bo'lmaydi, dedi. Yuqori qavatga olib chiqadigan zinaga o'girilgan holda Halima zinadan chiqib ketdi. Xo'jayin ishora bilan eshik yonida turgan soqchilarni oldiga chaqirdi. Soqchilar yetib kelganida ularga ertaga qizim yana tashqariga chiqadi. Sizlar ham ortidan chiqib uzoqdan kuzatasizlar. Faqat ehtiyot bo'linglar. Sizlarni ko'rib qolmasligi kerak. Qizim ko'chada o'zini har doimgidek soqchilar hamrohligida emas, balki yolg'iz yurayotgandek his qilishini istayman, dedi. Soqchilar boshlarini xo'p bo'ladi deb silkitdilar va joylariga qasr eshigi yoniga qaytdilar. Quyosh atrofga zarrin nurlarini sochishni boshladi. Halima Hayoning xonasiga taqillatib ichkariga kirdi. Hayo hali ham uxlab yotardi. Halima uning oldiga yaqinlashib peshonasidan o'pdi va biror so'z demay mehr bilan boshini silab o'tirdi. Hayo ko'zlarini ochdi va uni bolaligidan buyon tarbiyalab kelgan mehribon enagasini ko'rib jilmaydi. Halima tabassum qildi. Xayrli tong, malikam. Yaxshi dam oldingizmi? Hayo qaddini tiklab karavotning o'rtasiga chordana qurib o'tirdi va esnagan holda qo'llarini kerishtirgancha javob qaytardi. Ha, yaxshi. Halima Hayoning og'ziga kafti bilan yopdi. Qiz bolaga bunaqa qilib esnash yarashmaydi. Hayo o'zini orqaga momiq yostig'iga tashlab tantiqlanib dedi. Qiz bola qanaqa esnash kerak ekan? Qorningiz ochmasmi? Kecha oqshom otangizga dasturxon ustida sherik bo'lmadingiz, dedi yuzidan tabassum arimagan Halima.